Sohibjon Yo'ldoshevni qarshi olamiz. Marhamat. Marhamat, o'z o'rningizni egallab olishingiz mumkin. Saidjon Yo'ldoshevni qarshi olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Saidjon aka, yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Marhamat, o'z o'rningizni egallab olishingiz mumkin. Familiyadoshligingizga qaraganda yo qarindoshsiz yo aka-ukasiz. Aka-uka. Lekin bir oiladan ikki xonanda bo'lishi mumkin ekanda. Shunaqa. So'baga havas qilgan holda. O'zimizda Bag'dod tuman madaniyat bo'limida ishlaymiz. Xonanda. Juda yaxshi. Demak, Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan tashrif buyurgan xonanda aka-ukalar bugun jamoadosh sifatida ishtirok etadilar. Juda ham yaxshi. Bundan chiqdi shou davomidagi qo'shiqlar, hikoyalar vazifasi sizga yuklatiladi. Bunisi ma'qul. Bolalikdan eshitaylik. Bolalikdan? Bo'ldi. O'zimiz ijoddan? Ha. Bolalikka bilet sotinglar. Men dadamga salom aytaman. Onam yana kulchanon yopar. Sizlarga ham olib qaytaman. Bolalikka bilet sotinglar. Men dadamga salom aytaman. Onam yana kulchanon yopar. Sizlarga ham olib qaytaman. Bolalikka qaytgandek bo'ldik va keyingi raundlardan keyin ham sizdan ajoyib kayfiyatli taronalarni kutib qolamiz. O'zing kelmading-ku, gul yuboribsan. Ko'p intizor edim bugun yo'lingga. Men uchun gulshandan gul terganingda tikon kirmadimi guldek qo'lingga? Yaxshi yigitda er yuragi bor. U sevsa hech qachon yonmas yashirin. Sevging to'g'risida o'zing ochding so'z, ey ko'zlari qop-qora, so'zlari shirin. Bir mazza qilaylik, bitta shoxidan bo'lsin, undan keyin natijalarni e'lon qilamiz. Xo'p, kayfiyat ko'tarilgan bo'lsa, Shoxidan bo'lsin. ko'chamizdan o'tib ketasiz. Hey! Meni maftun etib ketasiz. Ko'chamizdan o'tib ketasiz. Meni maftun etib ketasiz. Nega sevgim rad etasiz? Go'zal qiz, men sizni olaman. Onangizga kuyov bo'laman. Kuyov bo'linglar, to'y qilinglar, baxtli kunlar ko'p bo'lsin, baxtlilar ko'p bo'lsin. Aziz qadrdonlar va Madaniyat va ma'rifat telekanalida takror ko'rishguncha omon bo'ling.